Assalomu alaykum Shuhrat aka. Iya, assalomu alaykum. Ukajonim. Aka, haligi maslahat bilan keldim oldingizga. Yaxshi-ku. Sizga o'xshab men ham biznesmen bo'lishga harakat qilyapman-ku. Mayli, yaxshi. Qurilish biznesini boshlayapman, xudo xolasa. Voz zo'r bo'pti. Shunga hali issiq-sovuq qiladigan kerak. Shunga nima qiling? Tavba qil. Musulmonchiligi umuman to'g'ri kelmaydi, uka. Odamlar issiq-sovuq ekan. Vow, unaqa emas. Haligi uyi sovuqini ushiydigan bor-ku. Bazalt demaysanmi? Uni otini bilmayman-da, men stiklavatasini eshitgan edim. Yo'q, unaqa stiklavatalarni qo'y. Hozir bazalt degan mahsulot, men o'zim shuni ustida ishlayapman. Ukam O'zbekiston bo'yicha nomer 1 menda. Zo'rami? Yo'q, ukajonim. Yur ko'rsataman. Yuring. Yur. Aka, mana stanokni oldiga olib boryapsiz. Bitta ham gapingizni tushunmadim. So'kdingmi bu narsalar dedingiz? Voy, baraka topkur, senga tushuntiryapman. Bazalt. Tushunsanmi, bu toshning nomi. Shunaqa ko'mir katta olovda bu eritiladi, tosh eriydi, tushunsanmi? O'sha erigan toshdan chiqqan mahsulot steklavatingdan 10,000 marta yaxshi. Tushunsanmi? Sovuqga dedim, sovuqga zo'r chidamli, suvlarga zo'r chidamli, ligirirovka qiladi. Hozir eng talabga javob beradigan. Busiz hech qaysi uy qurilmayapti. Qo'l qo'yilmayapti uylarga. Qo'yganingdan keyin shel bor-ku, shel. Teshik, tomdiki teshiklar. Yopadi hammasini dedim. Qanaqa so'kdimda? Men tushunmayman-da, aka. Baqirmang, eshitaman, prosta stanokka oldi tushunmadim. Men hali ham stanokka tegib turibmiz deb o'ylayman. Xullas, mana shu Everest bazaltidan olgin demoqchimisiz? Men boshqasini maslahat bermayman. Bo'ladigan mol, mahsulot mana shu. Bo'ldi. Qolgani tushundingmi? Bo'ldi. Xo'p. Bo'ldi.